Autoimmunniy tiroidit как organizmni zaharlaydigan modda ishlab chiqaradi. Organizm qarshi kurashib boshlaganda beremenlikni tushirishga harakat qiladi. Homilani ushlab qolishda organizm baribir gormonal fonga qaraydi. Hozir 4-chisiga homilador, lekin ikkinchi tug'ruq bo'ladi. Menga shu 3-homiladorlikda kelgan, undan oldingi 2 homila tushgan. O'zi biladi, что gipotireozi bor edi, plus yana o'sha gipotireoz fonida autoimmunniy tiroidit bor edi. То есть AID degan diagnoz qo'yilgan. Eltiraksin ichardi, lekin antitipol večno baland bo'lib turardi. Mana shu autoimmunniy tiroidit как organizmni zaharlaydigan modda ishlab chiqaradi. U chunki intoksikatsiya ketadi organizmda. Organizm qarshi kurashib boshlaganda beremenlikni tushirishga harakat qiladi. O'sha ikkita nerazviyashini ko'rib chiqamiz. Sababi bu gipotireoz foniya autoimmunniy tiroidit bo'lib, plus giperkoagulyatsiya qonimiz quyuqligi bor edi. Ikkita sababli lecheniya qiluvdik, homilamiz mana saqlanib qoldi, tug'dilar. Undan keyin yana harakat qildilar, uni lecheniya qildik. Mana hozir 4-homiladorlik, ikkinchi tug'ruq bo'ladi. Hozir Xudoga shukr yaxshi, to есть po'stani kontrol qilib turamiz. 2-3 oyda TTG antitipolni topshiramiz. Boshda mana shu homiladorlikda kelganda antitipol 900 edi. 30 gacha bo'lishi kerak norma. Da, mana seriyani qanchachisi bo'ladi deydi-ku, hozir 6 oydan oshiqroq ichdik, chunki sroki уже почти 24 hafta kechida ekan. 24 hafta bo'lgan bo'lsa, hozir mana bizda topshiriq 79. Это zo'r rezultat-da. Так 1000, 1000 dan ham oshib ketadigan. Da, TTGsi ham eltiraksin ichmasa 20 ga chiqib ketadigan ayol. Конечно, u unaqa fonda bola bo'lmaydi. Amala beremiz qiladi, lekin homilani ushlab qolishda organizm baribir gormonal fonga qaraydi. Plus qonimiz quyuqligi bor edi-da. Endi mana shu ikkita narsani уже bilamiz, shuni qilamiz. Уже Xudoga shukr, mana 24 haftadan o'tdik. Ikkita birinchi anaqa nerazviyash homila bo'lgan.